Hammaga Avstraliyadan salom. Bugun men sizlarga Sidney shahrida 1 yilda bir marta bo'ladigan Vivid festivali haqida aytib beraman. Vivid Sidney Avstraliyaning eng yirik va mashhur san'at festivallaridan biri bo'lib, 23-maydan 14-iyungacha Sidney shahrini yorug'lik, musiqa, g'oyalar va taomlar bilan bezatib turadi. Bu yilgi festival orzu mavzusi ostida o'tyapti va 15 yilligini nishonlayapti. Sidneyning mashhur joylari har kecha soat 6 dan 11 gacha har xil yorug'lik installyatsiyalari bilan yoritiladi. AI asosida Dream Text poeziya generatori va atrof muhitga e'tibor qaratuvchi Ripple Effect kabi yangi installyatsiyalar joriy etilgan. Afsuski, bu yilgi festivalda Drone Show va Lightscape kabi ba'zi mashhur tadbirlar xavfsizlik va xarajatlar sababli bekor qilindi. Lekin bu yil ko'pgina tadbirlar bepul bo'ldi. Shuningdek, avval $30 to'lanadigan Lightwalk hozirda bepul. Vivid 2025 festivali haqida asosiy ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Yanada ko'proq informatsiya bilish xohlasangiz, o'zining ofitsional saytiga kirib o'qib chiqishingiz mumkin. Video davomida 2025-yilda qo'yilgan installyatsiyalarni ko'rsangiz bo'ladi. Qaysi installyatsiya sizga ko'proq yoqdi? Izohlarda yozing.